Oyat-al Kursiy Qur'oni Karimning eng ulug' va ma'noli oyatlaridan biri hisoblanadi. Unda Alloh taoloning buyukligi, qudrati va hech kimga o'xshamasligi bayon qilinadi. Oyat-al Kursiy qalbga xotirjamlik, uyga baraka, insonga himoya olib kiruvchi nurdir. Uni ixlos bilan o'qigan inson Allohning panohida bo'ladi. Yomonliklar undan uzoqlashadi. Har kuni o'qish qalbni poklaydi, iymonni mustahkamlaydi va hayotga baraka olib kiradi. Kechasi qorong'u tunda ham uxlamaydigan zot meni qarab turibdi, nima ishni qilsam Alloh ko'rib turibdi deganimizda bugun birortamizni darvozamizda qulf bo'lmas edi. Bugun birortamiz biror bir narsadan xavfsiramagan bo'lardik. Chunki biz mana shuni his qila olmayapmiz-da azizlar. Har doim har bir harakatimizni, har bir yurish turishimizni bilib turguvchi, eshitib turguvchi zot bor, Alloh bor. Buni unutmaslik kerak. Maqtanamiz ba'zida. Uyimizdagi muhitdan maqtanamiz. Mana hozir shu yerda namozxonlar qil. Qaysi biringizdan so'rasamki, hozir men uyingizda shariatimiz harom qilgan narsalar, aroq ichishliklar va hokazolar bormi? Yo'q, aslo yo'q. Nima uchun? Allohdan qo'rqaman. Hech meni uyimga bunaqa narsa kirmaydi. Men harom qilgan hamma narsadan qochaman. Xo'p. Hamma Alloh taqiqlagan narsa sizning xonadoningizda yo'q bo'lsa, bu go'zal. G'iybatchi. Ig'vochi. Ha, endi bo'lib qoladi. Mana bu chataq. Qanday ba'zisini Alloh biladi-yu, ba'zisini bilmaydimi? Shunaqa e'tiqodda bo'lsak edik, hamma qilayotgan harakatimizni Alloh ko'rib turibdi desa, azizlar, na biror bir gunoh qiladi, na bir jinoyat qiladi, na mana hozir biz uchun eng katta muammo bo'lgan korrupsiyasi bo'ladi. Hech narsa, hamma yo'q to'xtaydi. Qachon? Agar meni Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi, ertaga Allohning huzurida sharmanda bo'lishim, hisob berishim bor desak edik va shunga amal qilsak edik, azizlar, hamma shunaqa muammolardan qutulardik. Afsuski, shu narsani shakllantira olmayapmiz-da. Bugun biz ayni bu oyatlarni tanlaganimizning sababi ham, azizlarim, mana shu Alloh azza va jalla bergan imkoniyatlarda yana bir tafakkur qilish. Oyatni davomida Alloh aytayapti: osmonlar va yerdagi barcha narsalar 12 dir. Osmonlar va yerdagi barcha narsalar lahu ma fis samawati va ma fil ard. Hamma narsa, yer va osmondagi hamma narsa Allohniki. Siz ham, men ham hammamiz Allohnikimiz. Allohning mulkidamiz, azizlar. Bu meniki deb bo'lmaydi, hamma Allohniki. Mana bu narsani doim eslab yurishimiz kerak. Qiyomat kuni uni huzurida hammamiz qoyim turamiz, javob beramiz Allohning huzurida, azizlar. Bu dunyoda meniki degan narsani hammasi qolib ketadi. Nimani olib keta olmayapmiz yo'q. Hamma yo'q Alloh o'zi azza va jalla xohlagan odamga rizq nasiba berguvchi. Hammasi Allohniki. Oyatda yana davom etyaptiki: Man dallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Allohning huzurida kim ham gunohkorlarni shafaat qiladi? Kim himoya qiladi? Faqatgina Allohning ruxsatisiz hech kim shafaat qila olmaydi. Alloh ruxsat berganlargina shafaat qiladi. Imom Qurtubiy aytarkanlarki, Adinallohu ta'ala, Alloh taolo izn berarkan shafaat qilishlikka lil anbiya, payg'ambarlarga, val avliya, avliyolarga, val ulama, val qurra, olimlarga, qorilarga, va solihin va solihlarga bi shafaati liman irtada lahumus shafaatu va yashfa'una liman adkhalun nar. Ya'ni o'shalarda hammalariga shafaat qilishlikka ruxsat beriladi. Natijada ular do'zaxga kiruvchilarni shafaat qiladi. Shafaat degani bu himoya qilish. Allohdan so'rab olish himoya. Endi kim qila oladi? Buni faqat Alloh biladi, azizlar. Kimga bu izn beriladi? Allohning o'zi biladi. Hech kim ayta olmaydi. Ammo payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga shafaat izni berilganligi to'g'risida juda ko'p hadislar bor. Izni bor. Biz
bir-birimizga nima mehr ko'rsatadigan bo'lsak, shu dunyoda ko'rsataylik azizlar. U dunyoda izn beriladimi, bilinmaydi, bilmaymiz. Estaizu billah, yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sahibatihi va banihi. Mana oyat karimda. Hamma u kuni biridan biri qochadi. Aka, ukadan, ota, boladan, er, xotin, do'st, hamma bir-biridan qochadi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'ladi. Kuni hech kimga yordam bera olmaydi. Nimaiki yordamimiz bo'lsa bu dunyoda qilaylik. Yaxshiligimizni ham, da'vatimizni ham, xayr ishlarimizni ham hammasini shu dunyoda qilishlik kerak. Alloh odamlarni oldilaridagi va ortlaridagi bor narsani biladi oyatning davomida. Alloh taolo hamma narsani bilguvchi. Oldimizdagi, ortimizdagi hamma narsani Alloh taolo biladi. Allohning ilmi oldida hech kim hech narsa emas. Odamlar uni ilmidan faqat u istagan miqdorcha o'zlashtirurlar. Kimga qancha ilm berilgan bo'lsa, Alloh xohlaganicha. Lekin har qancha ilmimiz bo'lsin azizlar, Alloh ilmi oldida hech narsa emas. Aytadilar-ku, mana Xizr alayhisalom Musa alayhisalomga gapirgan ekanlar. Musa alayhisalom Xizr alayhisalomning ilmidan ta'sirlanganlar, u ko'p narsani bilganlar. Shunda Xizr alayhisalom aytganlarki, men bilan seni ilming Alloh taoloning ilmini oldida xuddi dengizdan chumchuq tumshug'ida suv olganidek. Chumchuq qanday suv oladi dengizdan? Shunday Allohning ilmi oldida, ya'ni dengizdan bir tomchi ham emas bizniki. Shunaqa Alloh taoloning ilm darajasi shunday ulug'. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Uning kursisi osmonlar va yerni ham o'z ichiga sig'dira oladi. Mazkur oyati karima bunday nem olishiga mana shu oyatal kursi deyishiga oyatdagi mana shu gap sabab. Ya'ni Allohning kursisi butun yer va osmonni o'z ichiga oladi. Endi bu yerdagi kursiy so'zini tafsirida ilmiy olimlar, tafsir olimlari turli xil ma'nolarni bergan. Hasan Basri rahmatullohi alayhi aytadilarki, kursiydan murod arsh deydilar. Arsh. Ibn Kasir rahmatullohi alayhi esa kursidan murod arsh emas, arsh kursidan kattaroq deydilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, kursidan murod Alloh taolaning ilmi deb aytadi. Aqida ulamolarimiz aytadilarki, biz Allohning arshi va kursisi borligiga iymon keltiramiz. Bu ikki narsa odamlarni arshi, taxti va kursisiga o'xshamaydi. Biz iymon keltiramiz, arshi bor, kursi bor. Tamam, u odamlarnikiga ko'z oldimizga keltirmasligimiz kerak. Kursini, saroyda boshqani keltirmaslik kerak. U ikkisini hajmi, kayfiyati va sifatini faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Bizni esa ularni bilishga hojatimiz yo'q. Agar hojatimiz bo'lganda Allohning o'zi bayon qilib bergan bo'lardi deydi. Bu mana bu oxirgi ulamolarning fikrlari. Hozir shunaqa narsa ham ko'payib ketdi-da. Odamlar tortishgani narsa qolmasdan mana shuni ham tortishyapti hozir. Rahmatlik shayx janoblari hayotliklarida bittasi so'rab savol bergan ekan. Oldin Dajjal chiqadimi, Yajuj Majuj chiqadimi desa, nima qilardingiz deb javob beribdilar. Sizga nima edi, qaysingiz chiqsa nima qilardingiz? Haqiqatda ham shu. Hozir mana shunaqa bir tortishuvlar qiladi. Men aytaman-ki, birodarlar, bu muhim emas. Agar u rosa kerak bo'lganda aytardi. Masalan, Odam alayhisalom jannatda olma yeganmi, bug'doy yeganmi, u yeganmi, bu yeganmi? Nima farqi bor sizga? Alloh aytmadi, u yerda yema degan narsani yedi dedi. Agar shu yerda muhim bo'lganda Alloh aytardi. Bu kursi to'g'risida ham bizning tasavvurimiz Alloh taoloning arshi kursi bor va bu butun nimani o'z ichiga sig'diryapti. Uning na kayfiyatini bilamiz, na miqdorini bilamiz. Tamom. Bu yog'iga o'tmaymiz. U ikkisini muhofaza etish uni toliqtirib qo'ymaydi. Ya'ni Alloh taoloni charchatmaydi. Ya'ni Alloh taolo osmonlar va yerni va ular ichidagi narsalarni saqlashdan va ularni to'xtovsiz boshqarib turishlikdan charchamaydi. Bu ish unga hech qanday og'irlik qilmaydi Alloh taologa. U oliy va buyukdir. Albatta Alloh azza va jalla hamma narsadan oliy, hamma narsadan buyukdir. Endi azizlar, vaqtimizni e'tiboridan men bu ma'nodan keyin mana shu oyatal kursining fazilatlari haqida ham gapirib qo'yaman, chunki vaqtimiz bo'lib qoldi. Oyatal kursini eng ulug' oyat bo'lishining sababi u o'zida Alloh taolaning ism sifatlarining eng asosiylarini jamlanganidir.
Ular Alloh yakkaligi, ilohligi, tirik barhayotligi, barcha narsani bilishi, barcha narsa uni mulki ekani, barchasi mana shu oyati karimada biladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilinadi. Ubay ibn Kab radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Imom Muslimda keladiki, Rasulimiz alayhisolam aytgan ekanlarki: "Ya Abul Munzir, ey Abu Munzir, Allohning kitobidagi eng ulug' oyat qaysi bilasanmi?" deganlarida, "Alloh va uni rasuli biluvchiroqdir ya Rasululloh, ayting qaysi?" dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisalom: "Ey Abu Munzir, Allohning kitobida eng ulug' oyat qaysi ekanini bilasanmi?" deb yana so'radilar. Yana Alloh va uni rasuli biluvchi dedi. Abu Munzir aytibdilar: "Men Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum dedim." Shunda u zot qo'llarini ko'ksimga qo'yib, "Allohga qasam, ey Abu Munzir, senga ilm muborak bo'lsin" dedilar. Ikkinchi marta so'raganda shu gapni aytdim, qo'yib ko'ksimga, "Ilm senga muborak bo'lsin" dedilar. Bir ajib hikoya keltiradi. Bugungi mavizamizni mana shu hikoyani aytishligim kerak edi. Bu bo'lgan voqea Imom Buxoriyda, demak Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, meni deydilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazonda zakotni qo'riqlashga vakil qilib qo'ydilar. Kelgan zakot moli dunyolarda omborchi qilib qo'ydilar. Shunga qarab turibman. Kechqurun bir o'g'ri kelib, haligi o'g'rini ushab oldim deydi, narsa o'layotgan ekan. U o'g'ri yig'lab, "Meni ko'p bolam bor, muhtojman, bola chaqam bor, meni kechir, qaytib bu ishni qilmayman" deb uzr so'rovdi, rahmim kelib qo'yib yubordim deydi. Ertalab payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam keldilarda, unga qarab, "Kechagi asring qani? Kechagi asr ushab olgan asring qani?" dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdilarki, "Men unga rahm qilib qo'yib yubordim, u boshqa qilmaydi ekan" deyodim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "U yolg'on gapiribdi, u yana qiladi" deb aytdilar. Ertasiga yana ushab oldim xuddi shuni. Yana shu holat, yana yig'ladi, yana chiqarib yubordim. Yana payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kelib, "Nima qilding asrda?" deydi. Yana yig'ladi, yolg'on gapiribdi. Uchinchi marta yana kelganda ushadimda deydi, "Endi qo'yib yubormayman. Endi seni Rasulullohning oldiga olib boraman. Men sharmanda qilding" deyodim. U menga qarab aytdiki, "Agar meni qo'yib yuborsang, senga bir narsa o'rgataman." "Nima o'rgatasan?" "Agar har kuni ko'rpaga yotishdan oldin Alloh oyatal kursini o'qib yotsang, senga hech qachon shayton jinlar kelmaydi" deb aytdi. Men qo'yib yubordim keyin. Payg'ambarimiz alayhisalom yana keldilarda, "Nima qilding asrda?" deb so'radilar. Men shu gapni aytib berdim. U zot menga qarab, "U dunyoda eng yolg'onchilarning yolg'onchisi, eng yolg'onchi bo'lsa ham shu gapni to'g'ri gapiribdi. Bilasanmi, u kim edi? Kim edi? U shayton edi" dedilar. Sirini ochib qo'ydi-da. Shuning uchun oyatal kursini o'qib yotsak, oyatal kursini o'qib tursak, uyimizda mana shunaqa shayton jinlarning hamlalaridan qutulamiz. Yosh bolalar bor uyda ham, boshqada ham o'qib, mana shuni doim o'zimizga dam solib, ruqiya qilib, duo qilib turishimiz kerak. Yana Rasulimiz alayhisalom aytadilarki, "Man qara ayatal kursi dubra kulli salatin maktubatin lam yamnahu min dukhulil janna illa al-maut." Kim har farz namozdan keyin oyatal kursini o'qisa, u odamni jannatga kirishlikdan faqat o'lim to'xtatib turadi, xolos. Shu o'lmaguncha to'xtab turibdi, o'lim to'xtatyapti deb aytar ekanlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Imom Nasoiy rivoyati. Demak, har namozdan keyin oyatal kursini o'qishligimiz kerak. Mana shu haqida ko'p hadislar bor. Endi men bitta nuqtasini aytay, aziz birodarlar. Hozir shuni ham mana shu hadisni shunday olib mana aytaylik, farz namozdan keyin, har farz namozdan keyin oyatal kursini o'qisa savobini aytilyapti. Jannat to'xtatib turadi. Ko'pchilik birodarlarimiz bu hadisni shunday olyaptilarda, oyatal kursini farzdan keyin o'qib, keyin sunnatga turish kerak deyapti. Tortishuv ham bo'lyapti aslida. Lekin savol berish kerakki, nega bunday? Nima uchun shu paytgacha bizni ulamolarimiz shu ishga targ'ib qilmagan? Mana qancha bizdan oldin ham ulamolar bo'lgan, imomlar bo'lgan, ustozlar bo'lgan, hammasi sunnatlarni ham o'qib olgandan keyin tasbih oyatal kursilarda aytadi. Ular xato qilganmi deyilsa, mana bizning eng mashhur kitoblarimizdan Raddul Muxtor degan kitobdagi gaplarni alohida siz azizlarga keltiramiz. Oyatal kursini o'qish odatda o'sha tasbih alohida e'tibor berilib o'qiladi va bitta narsasi borki, mana ulamolarimiz aytadilar.
namozdan keyingi zikrlar haqida hadislarda uni sunnatdan avval qilish kerakligida dalolat yo'q. Balki u hadislarni sunnatdan keyin zikr qilish deb tushuniladi. Chunki sunnatlar farzlarga qo'shiluvchi, ergashuvchi va ularni mukammal qiluvchidir. Sunnatlar farzlardan ayri emas. Sunnatdan keyin qilingan zikrlarni ham farzdan keyin bajarilgan hisoblanadi. Chunki Oysha onamiz aytadilarki, Payg'ambarimiz alayhisalom namoz o'qib, farzni o'qiganlaridan keyin Allohumma antassalam minkassalam va tabarakta va ta'ala tayazal jalal va ikromdan boshqa narsani aytmasdilar degan ekanlar. Shu hadis olgan. Endi buni mana o'sha namozni o'qib bo'lganingizdan keyin dunyo gaplarini aralashtirmasdan turib sunnatni o'qishligingizni orqasidan qilsak, demak yana ham ma'qul bo'lar ekan. Tortish kerak emas buning uchun. Hozir endi vaqtimiz bor, shu tasbihlarning haqida ham qancha aytyapmiz. Vaqt bo'lsa bemalol aytsin. Kimdir zarurati bo'lsa orqaroqda turishlik kerak-da. Bir xilgi birodarlarimiz bor, oldiga kelib, keyin hammadan chiqib ketib, bu ham bo'lmaydi-da endi. Umuman masjidga kirganimizda bir-birimizni xushuyimizga, huzuyimizga xalaqit qilmaslik kerak. Ayniqsa, ozgina vaqt ketar ekan, mana shu oyatul kursini o'qib, tasbihlarda aytib duo qilib qo'ysak, bizni faqat jannatdan o'lim to'xtatar ekan, nega bu ishni qilmasligimiz kerak? Nega buni orqasidan tortishimiz kerak? Tortishayotgan narsamizni qarang. Shu ham tortishishga arziydimi? Shuni orqasidan bir-birimizni malomat qilamiz. Bir-birimizni haqorat qilamiz. Oyatul kursini odat qilgan inson o'zini Allohga topshirgan insondir. Chunki bu oyat himoya, rahmat va barakaning kalitidir.